Assalomu alaykum. Farg'ona terik bozori obunachilari. Xudo xolasa bugungi sanamiz 10-yanvar 2026-yil. Arradan chiqqan to'sinlarimizni va yumaloq to'sinlarimizni narx-navodan chiroyli qilib yoritib beramiz. Agar bizni yangi kuzatayotgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videomiz topolmay qolasiz. Xudo xolasa kundan kunga arzon narxlarda, eng arzon optim narxlarda terak mahsulotlarni qo'yib boryapmiz. Bu terak mahsulotlari bizni o'zimizda terak mahsulot. Kimga terak mahsulotlari zarur bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Hamma ko'rib turgan buyumlaring Mirza terak, ko'k terak. Bizda kalifor bo'lmaydi. Kalifor faqat 2 metrli lapet vassamizda bo'ladi. Bu ham go bo'ladi. Agar bizdan uzoqlashmay, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, like bosishni, qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmang. Birinchi arradan chiqqan to'sinlarimizni narx-navolarni chiroyli qilib yoritib berishni boshladik biz. Mana arradan chiqqan to'sinlarimiz 7-15 bu. Uzuni 4,5 metr. Mirza terakdan chiqqan bu to'sinlarimiz, arradan chiqqan to'sinlarimiz. Bular narxi 130 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarga. O'sha optim narxlari. Ko'p quruq bu. Keyin buni 4 metrlisi ham bor bu tomonda. 7-15 da 4 metrlisi. Bular ham Mirza terakdan chiqqanda muzlamada qatib qolibdi bular. Bularni 110 ming so'mdan qilib beramiz. Obunachilarimizga xudo xolasa eng arzon narxlarda. Buni to'lig'i 7-15. Endi xudo mashi ko'rinishda 7-13 metrlilari ham bor. 4,5 metrli, yana 7-13 to'sinimiz. Bu mana yangi chiqyapti. Bulardan ham quruqi ham bor, yangisi ham bor. Endi bular yumaloq to'sindan chiqadi. Sal mandaqa obzori bo'ladi bularda. Mana lekin to'singa yaramaydigan, sarrobga yaramaydigan bo'lmaydi. Bular hali yo'g'ib ketmaydi. Sal hali yumaloqdan chiqayotganlik sababiga sal abzorrog'i bo'ladi bularni. To'rqirra bo'lmaydi. To'rqirra sasnada bo'ladi. Chunki to'rqirradan chiqadi-da bular. Sasnaniki bular yumaloqdan chiqadi. Bularni 110 ming so'mdan qilib beramiz. 7-13, uzuni 4,5 metr. Keyin buni 4 metrlisi ham bor mana. 4 metrlilari mana. Bu ham 7-13. Buni narxini 90 ming so'm qilib beramiz. Keyin buni 3,5 metrligi bor 70 ming so'mdan, 3 metrligi bor 60 ming so'mdan, 2,5 metrligi 45 ming so'm, 2 metrligi 30 ming so'm, 1,5 metrlisi 25 ming so'mdan. Ularni hammasini razmeri 7-13 bo'ladi. Keyin 12 ga 4 metrli shorqirralarimiz bor mana. Uzuni 4 metr, razmeri 12 ga 4. Bular 50 ming so'm. Strapilaga ham bo'lyapti. Bular strapilaga ham juda ko'pchilik olyapti. Keyin bu juplilarimiz bor. Nurlatga, chorchuplarga. Bularning ham razmeri 12 ga 4. Bunda sal abzor bo'ladi. Nurlatga ko'proq olishadi buni. Buni 40 ming so'm qilib beramiz. 4,5 metrli mana yana nurlatligimiz. Bular 50 ming so'mdan. Bularning ham razmeri 12 ga 4. Keyin reykalarimiz bor 4 ming so'mdan. Mana yangi yuklarimiz ham terilyapti. Xudo xolasa yana davomi bor. Keyin 5 metrli strapilamiz ham bor ba'zi. 5 metrli strapilalarimiz mana 12 ga 4, uzuni 5 metr. Bular strapilaga. Bular 75 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Mana 2 metrli, keyin vassali, o'sha to'sinlar tevasiga vassalarimiz bor mana. 2 metrli bu lapet vassa bu. Qatoriga 9 tadan 8 tadan tushgan. Mana banada ham bor. Nech kvadrat desalar ham bor. Bularni kvadratini 17 ming so'm qilib beramiz. Keyin 2 metrli bundan sal ingichkarog'i ham bor. Mana nariyog'ini o'tib ko'rsatamiz uni. 2 metrli shoq vassalarimiz mana. Bular kvadrati 10 ming so'mdan bularni. Bu endi 300 kvadrat yoki 100 kvadrat joiz bo'lsa, 100 dondiga 150 kvadrat olasiz. Bundan o'shanda ham 15 mingga aylanadi. Bu ham to'liq joyda yopish uchun. Keyin garbul vassalarimiz bor. Anada ham yangi chiqqanlari bor. Bular kvadrati 15 ming so'mdan. Mana yana garbuli vassamiz. Holatlari zo'r. Bular ham Mirza terak. Bular ham o'sha ali bruslarimiz yonidan chiqqan garbuli vassalarimiz bular. Bularni ham 15 ming so'mdan kvadratini qilib beramiz. Xudo xolasa obunachilarimizga, YouTube orqali ko'rib kelgan klientlarimizga. Endi bir boshdan 6 metrli yumaloq ko'rikli to'sinlarimizni obzor qilishni boshladik endi. Mana da bular. 6 metrli to'sinlarimiz mana. Baquvvat Mirza terak mana. Hamma yo'g'ini men ko'rsating uch boshidan. Holatlari juda ham zo'r. Baquvvatligi juda ham zo'r. 5 metrli joylarga bemalol tashaverasizlar bu 6 metrli to'sinlarimizni. Bularda donasini 190 ming so'mdan qilib beramiz.
Keyin 5 metrli baquvvat to'sinlarimiz. Mana yana o'sha 5 metrli to'sinimizdan sredniysidan. Bular ham 150 ming so'mdan 5 metrli to'sinlarimiz. Keyin mana da ham bor 5 metrli baquvvat to'sinlarimiz. Ularni ham endi joyimizda nima bor o'shalarni bir boshdan ko'rsatyapmiz. Bu juda ham baquvvat to'sinlar. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi bu to'sinlarimiz. Hali baquvvat joylarga, hali yuk tushadigan joylarga tashiyman desalar, mana shunaqa baquvvat to'sinlarimiz bor. Xudo xolasa vazifani bajaradi. Bular keyin harilarimiz bor, 18 ga 18 harilarimiz. Bular o'zi 100 ming so'mdan metri, obunachilarimizga 80 ming so'mdan qilib qo'yganmiz bular metrini. 4,5 metrli to'sinlarimiz mana qurug'ini so'raganlarga. 4,5 metrli to'sinlarimizni 110 ming so'mdan qilib beramiz. Bitta olganga ham, 100 ta olganga ham. O'zi eng optim narxda biz boshqa viloyatlarga 12 ta viloyatga yuk chiqaramizda biz. O'shalarga ham 110 ming so'mdan olib sotarlarga beramiz. Oborib bu 1000 kilometr, 2000 kilometr joylarga borib tirikchilik ko'rishadi ular ham. Ularga o'sha 110 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 4 metrlilarimiz bor. Mana 4 metrlilarimiz. Ular quruqrog'i 70 ming so'mdan. Keyin bundan yangi chiqqani ham bor. Bu eski narxda 70 ming so'm. Keyin yangi chiqqanlari ham bor, o'shalarni ham ko'rsatamiz. Mana endi yangi chiqqan 4 metrli to'sinimiz. Pachkaga 15 tadan bo'ladi. Pachkasida 15 tadan. Endi bular yangi narxda jicha qimmatroq chiqyapti. Bularni 75 ming so'mdan qilib beramiz. Nari 70 mingli eski narxda edi. Endi 5 ming so'mdan qimmat chiqdi bular. Mana uch ko'zlarni ko'rsating, holatlari juda ham zo'r. Bular 75 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin yana 5 metrli to'sinlarimiz bor. 150 ming so'mlik. Keyin 6 metrli Pragon sarroflarimiz. Keyin hali molxonalarga to'singa so'rayotganlarga, hali o'rtasida harisi borlarga mana 6 metrli to'sinchalarimiz ham bor bizda. 6 metrli to'sinchalarimizni 110 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin sredni 6 metrli sarroflarimizni 75 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 5 metrli sarroflarimiz bor keyin mana. Sarrof manada ham bor 5 metrli sarroflarimiz, baquvvatlog'i, qo'li, qurug'i bor. Bundan ham bir 15 pachkacha bor. Nechta desa, xudo xolasa bular sonlari cheklanmagan. Nechta desa bor. Bularni 60 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa eng arzon narxda, optim narxlarda. Keyin 3 metrli sutumlarimiz bor mana. 25 ming so'mdan. Keyin 3 metrli drochkalarimiz bor 15 ming so'mdan. Xohlasa bizda eng arzon narxlarda. 3 metrli to'sinlarimiz ham bor mana bu oradan ko'rsatingda ora deyiladi. 3 metrli to'sinlarimiz 50 ming so'mlik to'sinlarimiz. Xohlasa optim narxlarda bular ham. 3 metrli to'sinlarimiz 50 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. 5 metrli mana strapilar ustunchalarimiz, drochkalarimiz xohlasa. Bularni 5 metrlisini 30 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Xudo xolasa shu YouTube orqali ko'rib kelgan obunachilarimizga 30 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Keyin 4 metrli laga pragonlarimiz ham bormi? Orada o'shani ham ko'rsatamiz. To'rt metrli mana pragon to'sinlarimiz. Sarrofga, ustunlarga zo'r aytadi bular. Bularni 35 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Uzuni 4 metrli baquvvatlilarni ko'rib olinglar mana. 1,5 qarich, oldilar 2 qarich ham keladi. Endi ichida jicha ko'rinishdan nisbatan jicha maydarog'i bo'ladi, lekin mendaqa mayda bo'lmaydi o'shanda ham. 35 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Keyin 4 metrli drochka ustunchalarimiz mana tolda orasida turibdi. Bularning narxini 20 ming so'mdan qilib beramiz. 4 metrlisini. Kimga sifatli terik mahsulotlari zarur bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlarini juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar.